Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Mr. Ergash. Bugun sizlar bilan Amerikanskiy YouTube'da qanday qilib kanal ochishni ko'rib chiqamiz. Men Gmail ochib oldim va mana shu yo'nalishda tanladim. Kanal yaxshi, RPMlari baland, shunaqa kanallarimiz ham bor. RPM'i 1,5-2 dollar pul to'layapti. O'zimizning kanalni ko'rsata olmayman, bilasizlar, O'zbekistonga ketish uchun konkurensiya bo'lgan kanallarni ko'rsataman. Misol shu. ChatGPT ga kiramiz. Bizga ChatGPT Reve degan sun'iy intellektlar kerak bo'ladi, chunki biz preview banner yasashda ko'pincha shu sun'iy intellektlarni ishlataman va ikkalasida ham men Pro hisobda foydalanaman. Pro hisobdan foydalanganim uchun menga yaxshiroq yasab beradi. Ammo sizlar ko'pchilikda Pro ola olmaydi, shunga hammaga oddiy variantni ko'rsataman. ChatGPT ga kiramiz, yangi o'yin ochishni bosamiz va bizga mana bu prompt kerak bo'ladi va kanalimizni mana nomi. Men mana bu yerdagi nomni nusxalab olganman. Mana shuni nusxalab olasizlar. Ko'rishlar mumkin, bu описание yozib beradi, tag yozib beradi, mana описание. Prompt yozib beradi. Buni Reve degan sun'iy intellekt bor. Mana bu sun'iy intellekt. Men shu yerga tashab, boshda yaxshi yasab bermadi, keyinchalik mana bu rasmdan foydalan deb mana bunaqa yasatkizdirdim. Keyin banner yasab berdi. Bu promptni tashladim. Bunda ham yaxshi yasab bermadi. Keyin namuna uchun bitta konkurensiya bo'lgan kanalda bannerni olib tashladim. Keyin mana bunaqa qilib yasab berdi. Endi bunga yana o'zgartirish kiritamiz. Men misol son ikkita rasmlarimni tashlayman shu yerga. Mana shu son ikkita rasmlarni tashlayman. Shu kabi son rasmlaridan foydalan. Bannerda chiroyli bo'lsin. Tashlamay, endi shu rasmlardan bannerdan foydalanib ishlatib beradi. Bu ham xuddi ChatGPT ga o'xshaydi. ChatGPT ga misol boshida kirganlaringda qanaqa bir musor holatda bo'ladi. Ya'ni gaplarimni tushunmaydi, sizlarga moslashmagan bo'ladi. Buni ham boshida xuddi shunaqa bo'ladi, o'zlaringga moslashtirib, misol ha deb misol bannerda chiroylarni yasatib o'tsanglar, keyinchalik sizlarni tushunib, chiroyli yasab beradi. Chichivardi mana. Aslında eklab qo'ydim. Hozir endi o'rganib kutamiz. Mana bu sal yaxshiga o'xshab turibdi. Sal. Ikkitasini ham ko'raylik agar. Bu. Menga bu yoqdi. Yana bu boshlang'ich darslik uchun qilinyapti. Yana sizlar bir o'zgartirib qilsanglar bo'ladi. Bo'ldi. Endi o'tamiz kanalga. O'tganimizdan keyin
kanal ochishga o'tamiz. Kanal ochishda akalar o'zi yanadan nomad topilamiz. Misol base jump shu yoqda. Kanal ochishda o'zi turi bir xil, hammasi bir xil ochiladi. Faqat uning yo'li bor. Ya'ni yo'llar har xil. Misol oddiy Gmail qilib ochsak bo'ladi. Mana telefondan Gmail ochdik va bunga o'tkazdik. Bunga o'tkazganimizdan keyin oddiy xuddi shunday qilib kanal ochamiz. Bu birinchi turi. Ikkinchi turi kompyuterda o'zidan VPN yoqib, proksilar sotib olib, masalan, mayda Gmail yo'q bo'ladi. Gmail yo'q bo'ladi, misol. Bunday qilib ochib, white qilib, bu yerdan sozdat kanal qilib, maydan ochiladi. Bu ikkinchi yo'li. Bu proksilar bilan qilinadi. Va VPNlar orqali ochiladi. Bu ham xohlagan VPN'ingizni ishlatavermaysiz, xohlagan proksini ishlatavermaysiz. Ishonchli, haqiqatan ishlaydiganlardan foydalanasiz. Bu ikkinchi yo'li. Uchinchi yo'li eski kanallar sotib olish. Eski kanallar sotib olganingizda 2006, 2009-yil, 2010-yil, 2015 ularda YouTube tomonidan ishonchnoma bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman bu gapim bilan? Bilsanglar, kanallar mana bu holatda bo'ladi. Avtodroda tushuntirib ko'rsatay. Kanal yaxshi ketyapti turgan bo'ladi. Misol, mana bunaqa qilib, ko'tarilib ketib turib, birdaniga 0 ga tushib qoladi. 0 0 0 1 bo'lib ketib qoladi. 0 yana prosmotrlar. Bu tinovoy ban deb nomlanadi. Ya'ni kanalingiz tinovoy banga tushib qoladi. Bu 2 oyda, 1 oyda, 1 haftada har xil paytda chiqadi. Va bu sizga ziyon. Mana bir ma'noda kunlik, misol kunlik $10, $20 ishlab turgan kanalingiz bo'lsa, birdaniga $0 yo $1 ga tushib qolsa, hammani ham sabab bo'ladi. Shu narsalarni oldini olish uchun biz ana shu eski kanallardan sotib olamiz ko'pincha va yurib ketish ehtimoli ham 70 ga 30 bo'ladi meni holatimda. Ya'ni men 10 ta eski kanal sotib olsam, 7 tasi yuradi. 3 ta, 4 tasi yurmay qolishi mumkin. Bu ham 100% ishlaydigan narsa emas. Hozircha bizda bor, $20-30 dan bor, turiga har xil shunaqa eski kanallarimiz bor. Eski kanalda afzalligi shu akalar. Endi biz kanalimizni ochib oldik. Ochib oldik va ko'pchilik misol paytida o'zimiz ham sotganmiz. Hozir shu narsani ochiqlik qilib ketaman. Ya'ni manaqa sayt bor, nomini eslab qo'yinglar, Virtual Num. Bu sayt sizlarga nima beradi? 10 mingta coinga to'ldirasizlar, to'ldirganlaringdan keyin Google ustiga bosasizlar. Ko'rishlaring mumkin, Qirg'iziston nomeri misol 10 ta coinga turibdi. $10 ga 1000 ta coin beradi akalar. Endi 10 ta coindan bo'lib 100 ta Qirg'iziston nomer sotib olsak bo'ladi. Bu nomerlar bizga mana bunaqa YouTube'da preview tasdiqlaydigan joy bo'ladi-ku. Ana shu yerga yordam beradi. Ana shu yerni tasdiqlashga yordam beradi. Ba'zilar o'zlari misol botlarida yo o'zlari 10 ming so'mdan sotyapti-ku. Misol bu anchagina qimmat. 10 ming so'm bitta nomer uchun qimmat. Yana qaranglar, bu yerda sizlar coinlaringda bunaqaga to'ldirasizlar, $10 ga to'ldirasizlar va 100 ta nomer olsanglar bo'ladi. Bu degani 1000 so'mdan to'g'ri kelyapti. 1000 so'mdan bitta shu nomerda tasdiqlasanglar bo'ladi. 1000 so'm. Mana sizlarda hozir mana shuni tasdiqlab ko'rsatib beraman mana. Men sotib oldim. Hozirda barcha nomerlar server ishlamayapti ekan. Ba'zida shunaqa bo'lib qoladi akalar, rostdan server ishlamaydi, kodlar kelmay qoladi. Shunga bunda ishlamayapti ekan. Ko'p qaysi Gonkong ishlaydi akalar. Qirg'iziston, eslab qolinglar. Ko'pincha men Qirg'izistondan foydalanaman. Indoneziya va Gonkong. Hozir bir Indoneziyanikini olib ko'raylikchi. Mana Indoneziyaniki olindi. Olganimizdan keyin bu yerga o'tamiz, nomerni tasdiqlashga bosib, bu yerdan Indoneziyani belgilaymiz. Indoneziya. Belgilaganimizdan keyin bu yoqqa kod kelishi kerak. Kod jo'natildi, endi kutamiz shu yerda. Ba'zi payt akalar kod ham kelmay qoladi. Ya'ni
mukammal sayt hech kimda yo'q. Ba'zi payt kelmay qoladi. Server ishlamay qoladi, lekin hozir bizga keldi. Olamiz, tasdiqlaymiz. Mana bo'ldi. Biz bu saytni bilmasdan oldin bemalol haligi bitta nomerni 30 ming, 40 mingga olib, uni 2 martalab tasdiqlatib yurardik-da. Bu osonroq. Bu yerdan net delete bosib qo'yamiz va bu yerdan LDB markazasi bor davlat tanlab olasizlar. Ko'pchilik Amerikani tanlab qo'yadi. Biz ham Amerikani tanlab qo'yamiz, lekin o'zim farqli davlatdan tanlayman. Misol birinchi o'rinda turgan Avstraliya, Algeriya o'sha davlatlar tanlab qo'yaman, kelamay. Ja bu yer qayerda belgilangani uncha ahamiyatga ega emas deb o'ylayman va bu yerdan bizni bu yoqqa o'taylik, ChatGPTga endi. Bu yozib beradi bizga. Xo'p, bu yerimizni olamiz, bu yerga qo'yamiz. Keyin mana bizga teglar ham berish kerak. Mana bunaqa tegini belgilaymiz va meni o'zim qiladigan narsa bu yerdan Amerikani tanlab qo'yaman. Angliyski, inglizli, Amerika. Bu yerda ham angliyski, ingliz. Bu yerda kategoriyaga Y deb bosib qo'yasizlar. Ya'ni o'yin. Xo'p. Qo'ydik, saqlanib qildik va bu yerdan tashlaymiz, anaqamizni, bioimizni va buni bosamiz va mana bu bosdik. Endi qanday ko'rinadi? Yaxshi ko'rinmayapti-da. Saviyaga o'tib yana to'g'rilashimiz kerak ekan. Yana qaysi? Buni tanlaganmidik? Buni o'zi pro bo'lib qoldi. Pro so'rab qoldi. Hozir men o'zimni proimni ko'rsatsam, akalar meni yo'nalishlarim oshkor bo'lib qoladi-da. Bunga o'zimda Revit proimni ko'rsata olmayman. Xafa bo'lmaysizlar bundan. Biz xuddi shunday qilib kanal ochiladi, akalar. Kanalni ochdik. Bo'ldi. Boshqa yo'li yo'q. Muhimi bu yerda endi video yuklaysizlar. Nomini topib olasizlar, bironta konkurensiyalarning kanallarining nomini qo'yasizlar va bo'ldi. Shu bilan tamom. Ish ketaveradi. Videoni yuklaysizlar va pulni bosasizlar, bo'ldi. Shu. Qolgan haligi eski kanallarda ham xuddi shunaqa sozlaysizlar. Shu bilan bo'ldi.